foyda qilish uchun emas, pul yechish uchun sotilayotgan mana shu uchastkamiz. Ikkitasini o'zimizni kanaldan sotuvdik. 3 ta qurilgan edi. Mana 3-inchisi bilan oxirgisi, xudo xolasa mashinasini ham tez sotib beramiz. Bunisi qolganlarga nisbatan arzonroq, sababi tez bo'tdan pulli yechib, boshqa proyektlar bor ekan, o'shanga sarflash uchun. Endi ikkita chetdagi klientlar ham xafa bo'lishsa ham, bunisini tezroq arzonroqga sotib yurar ekanlar. 81500 ga 2 sotuvga qurilgan 6 xona, 2 ta sanuzel, hovlida yana bitta sanuzel, yangi qurilgan, yangi remontdan chiqqan uchastkamiz. Hop, mana oshxonasi bo'ladi. Katta qilib qilingan. Har bitta xonasining razmerlari 6 ga to'g'ri, 5 ga to'g'ri qilib katta qilib qilingan. Hop, mana bitta xonasi bo'ladi. Orqa hovliga qaragan joylari ham bor. Mana bu yerda umumiy sanuzeli. Mana sanuzellar hamma naborlari ham yig'dirib qo'yilgan. Ota-onalarning spandisi bunisi. Mana katta xonasi ko'rasizlar. Yondiq xona bundan 2 barobar katta edi, bashti. O'zining sanuzellari ham bor. Hop, bu tepasi, pasti ham xuddi shunaqa planirovka qilingan. Umumiy hisobda 6 xona 2 sotuvga tushgan. Kommunikatsiyalari suv, svet, gazdan muammo yo'q. Kanalizatsiya o'ra qilib qilingan. Mashina qo'yish uchun bitta avtoturargohi bor, tashqarisida ham, ichkarisida ham. Infratuzilmalari, Tarnov bozorcha, havas savdo, maktab, bog'cha, yashash uchun hamma narsa sharoitlar bor. Shunda ko'chib kelib yashaysizlar, tayyor xonadon qidirib yurganlarga mana shu videomizni tashlab qo'yinglar. Xudo xolasa yengilligicha ham yaxshi uchastkali bo'lib qolishadi. Shunaqa narxiga mos bo'lgan uchastkalarning obzorlarini ko'rish uchun meni kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. Video yoqqan bo'lsa, narxiga mos deb hisoblasanglar, bitta like bosib qo'yinglar.